Baribir o'sha yetim. Ona. Ichkarida gaplashaylik. Sizga maqtab aytadigan qizim shu qiz bo'ladi. Choy qo'ymaysanmi? Bu maqtagan qizingni uydagilari choy qaytarib qo'yishni ham o'rgatmagan ekan-ku. Yoningizda hayajonlanyapti-da, onam. Qizim, ota-onangiz nima ish qilishadi? Oyimni mazalari yo'q. Hozir uydalar. Ha. Adangizlar nima ish qiladilar? Ona aytganman-ku, nima kerak bor hozir? Sani birovdan kam qilmadik. Endi rohatingni ko'ramiz deganda, shu zot pasti bizga ravo ko'rdingmi? Manadan bor. Lekin ularga bizning qizig'imiz yo'q. Uzr. To'xta. Menga qara. Mashinani kalitini tashlab ket. Men uni baribir baxtli qilaman.